Nima uchun 30 yoshdan keyin qorin yog'i qiyin ketadi? Agar siz 30 yoshdan oshgan bo'lsangiz va ovqatni kamaytirsangiz, sport bilan shug'ullansangiz ham qorin yog'i ketmayotgandek bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Video oxiriga kelib siz nima uchun bu holat ko'p kuzatiladi va aslida nima yordam berishini aniq bilib olasiz. 30 yoshdan keyin tanada nima o'zgaradi? 30 yoshdan keyin tanada birdaniga muammo boshlanmaydi, balki sekin-asta quyidagi o'zgarishlar boshlanadi. Birinchisi, mushak massasi kamayadi. Ikkinchisi, tana kamroq energiya sarflashni boshlaydi. Keyingisi, stress gormoni kortizol tezroq va ko'proq ajraladi. Qorin sohasi esa kortizolga eng sezgir joy hisoblanadi. Shuning uchun yog' aynan shu yerda osonroq to'planadi. Bu kishidagi dangasalik yoki irodasizlik emas, bu metabolik fiziologiyadir. Nega aynan qorin? Ko'pchilikda quyidagi holat kuzatiladi. Hammasi joyida, lekin qorin ketmaydi. Buni sababi oddiy. Qorin sohasi tanani stressga javob beradigan markazi hisoblanadi. Masalan, kam uxlasangiz, ishda asabiylik, tez-tez shirin yoki oddiy uglevod iste'mol qilasiz. Buni esa tana xavf deb qabul qiladi va energiyani qorin atrofida saqlashni yanada kuchaytiradi. Bu inson organizmidagi biologik himoya mexanizmidir. Keyingisi, nega dietani o'zi bu holatda ko'pincha ishlamaydi? Ko'pchilik kamiyapman, lekin vazn qotib qoldi deydi. Sababi organizm faqat kaloriyani emas, gormonal signallarni hisobga oladi. Agar uyqu kam bo'lsa, stress yuqori bo'lsa, ovqatlanish tartibsiz bo'lsa, hatto kam yeyish ham tanani ochlik, ya'ni himoyalanish rejimiga o'tkazadi. Natijada yog' ketmaydi, ba'zan yanada qattiqroq saqlanadi. Shuning uchun faqatgina dieta qilishni o'zi natija bermaydi. Bu yerda yashirin, ko'pchilik tushunmaydigan mexanizm bor. Bu jarayonda asosiy rolni bitta gormonal mexanizm o'ynaydi. U mexanizm tanani energiyasini qanday saqlashi, qachon yog'ni yo'qotishi yoki yig'ishi bilan bog'liq. Bu mexanizmni tushunmasdan vazn tashlashga urinish natijasiz harakat qilishdir. Quyidagi omillarni to'g'irlash asosiy yechimlardan biridir. Birinchisi, ovqat sifati. Yetarli oqsil, tolalarga boy ovqatlar, shakar va tez hazm bo'ladigan uglevodlarni kamaytirish. Uyqu, kamida 7 soat uxlash, kechasi juda kech uxlamaslik, chunki sifatsiz uyqu qorinda yog' yig'ilishiga olib keladigan asosiy dushmanlardan biridir. Keyingisi, stressni kamaytirish. Doimiy stress bu doimiy kortizol demakdir. Bu esa qorin yog'i deganidir. Kuch mashqlari. Mushak ko'payganda tana ko'proq energiya sarflaydi. Gormonal muvozanat yaxshilanadi. Bu jarayon tez emas, lekin barqaror natija beradigan yo'ldir. Nimalarga birinchi e'tibor beramiz? Uyqu va stressga, ovqat sifatiga, faqat miqdoriga emas, realistik yondashuvga. Quyidagilarni to'xtating. O'zingizni ayblamang. Mo'jizaviy, tez natija qiladigan mahsulot izlamang. Juda keskin dietalarni qo'llamang. Qachon shifokorga murojaat qilasiz? Agar qorin yog'i tez ko'payayotgan bo'lsa, kuchli charchoq his qilsangiz, qand, bosim va yurak bilan muammolar bo'lsa, tekshiruvlar zarur bo'lishi mumkin. Agar siz nima uchun faqat dieta yetarli emasligini va bu jarayonda asosiy rol o'ynaydigan mexanizm haqida bilishni xohlasangiz, izohlarda ha deb yozib qoldiring. Keyingi videoda aynan shu mexanizm haqida gaplashamiz. Salomat bo'ling.